O'zingga o'zing ishonmasang hech kim ishonmaydi. Xohlasang ucha olasan, seni hech kim usholmaydi. O'zing ko'taril, yulduzlar oldinga tusha olmaydi. Bilaman ham og'ir, ham men ham o'tganman ko'changdan. Men ham jonimga tekkan dimiqab yutganman ko'changdan. Nima ham o'zgaradi, lekin qamalab o'tirsang o'changdan men kurashaman oxirigacha borim. Dayan Super 4 modelimiz o'zimiz yaxshi ko'radigan Yavaga juda o'xshab ketadi. Bu klassik dizaynda yaratilgan mototsikl. Hattoki glushitillari ham ikki tomondan qilib chiqarilgan. Dayan mototsikli minganlar ko'pchiligi buni podveskasini yaxshi ko'radi. Bunda New Bivaim podveska o'rnatilgan. Cho'llik, tog'lik hududlarda ham juda yaxshi xizmat qilib beradi. Mototsikl byudjetli mototsikl hisoblansa ham oldin disk tormozlar bilan jihozlangan. Orqa tormozlash sistemamiz oddiy ishonchli baraban tormozlash sistemadan foydalanilgan. Juda ishonchli 200 kubali CG motor. Oldin farasi mashhur BMW GS seriyasidagi mototsikllardan ilhomlantirib yaratilgan. Orqa stoplarimiz ham klassik o'zimiz yaxshi ko'rgan Yava mototsikllariga o'xshab ketadi. Mototsiklimiz bonus tariqasida zavoddan pul signalizatsiya bilan jihozlangan va ko'pchilik skuterchilar yaxshi ko'radigan fishka bunda bor. Bu yoqda bizda zo'r yashikchamiz ham bor. Ancha-muncha narsa sig'ib ketadi. Yana komplektiga kitobi va nabor instrumenti bo'ladi. Ushbu 200 kubalik motor, ikkita glushitellik 806 kilovat quvvatga ega bo'lgan motorimiz 14 litrlik bak sig'im bilan jihozlangan ushbu mototsiklimiz va benzin sarfi atigi 2,5 litrni tashkil etadi. Ushbu mototsiklimiz ko'pchilik novichoklar yaxshi ko'radigan 5 bosqichli karusel tipdagi korobka bilan jihozlangan. Buni afzallik tomoni neytralga topish juda oson. Mototsiklimiz ko'rayotganingiz old tarafdan himoya dugalari bilan jihozlangan. Undan tashqari ushbu dugalarda katta karmashiklar bor. Bemalol